keyin ota-onaga xizmat qilgan odamga fojiali o'lim kelmaydi. O'sha Said ibn Musayyib degan tobiin bo'lgan, shu kishini oldiga kelib aytishgan, falonchi odam bor edi-yu, shuni uy bosib qopti deyishgan. Nima qildinglar desa, endi qoldi shu uy, katta uy bosib qolgan. Necha kun bo'ldi desa, 12 kun bo'ldi degan. Kovlab topishgan haligi odamni biror joy shilinmasdan tirik chiqqan. Bu odam ota-onasiga yaxshilik qilardi. Bunaqa fojiali o'lishi mumkin emas buni degan va shuni isbotini ko'rsatgan. O'shaning uchun ota-onasi tirik odam ularning xizmatini va qadr-hol qilib qolish kerak, duosini iloji boricha olib qolish kerak. Ko'p pul topsam keyin xizmat qilaman deb bor xizmatdan mahrum bo'lib qolmaslik kerak. Ko'p odamda, ko'p yoshlarda shunaqa narsa bo'ladi. Keyinroq qilaman, ko'proq pul topaman, sharoitim bo'lganda qilaman. Yo'q, sharoit hozir bor sharoitni qilish kerak. Hozir masalan sizning sharoitingiz yaxshi, mashinaga mindirib qo'ygansiz, yaxshi uy ham qilib bergansiz, yoniga pul ham solib qo'ygansiz. Endi bor narsalar-da bu. Yo'q paytida ham shuni qilish kerak. Ya'ni bor imkoniyatingizdan borib, maslahatini olib, duosini olib, hech yo ikkita non ko'tarib olib borib, sizni boringizni ko'rish xohlaydi. Sizdan ko'p tog' olib kelib berish xohlamaydi.